Hammaga saloman qadrli lyubimchiklarim. Soat kechqurungi 11:30. Men bo'lsa magazinga chiqishim kerak. Ovqat qilgim keldi. Shuning uchun go'sht oqtarib ketyapman. Bir yo'la musorlar tashab kelaman dedim. Shu futbolka shortida turdim. Qaranglar, futbolka shortida semiz ko'rinaman, lekin men sportsmen bo'lganim uchun qaranglar qo'limdan qochmayman-da, tipa o'zimcha maqtanib qo'yay. Da, futbolka shortida semiz ko'rinaman, lekin u daraja semiz emasman. Qaranglar, ozg'inman, to'g'rimi? Jicha maqtab qo'yinglar. Yaxshiyamki, o'rtoqlar shu sportivkam, dvoykam olib kelgan ekanman boru. Shuna sovuq hozir ko'cha. Ali hop dedimda trikoni kiyib oldim, keyin bo'lsa ustiga shu usti kiyimsini nima deyiladi, xullas shunisini kiyib oldim, xudichasinimi kiydimda sraz paypoq kiyishligim esimga tushib ketdi-da. Birinchi trikoyimni ipini bayladim, kankillatib, keyin oyog'imga paypoq kiyib keldim. Agar ayam shunday ko'rsa, shu videoyimni ko'rsa, to'chna so'kadi. Toshkentga borib oyog'ingga paypoq kiymayapsanmi, gadoy deydi. Chunki doimo paypoq kiymasam eshitadigan gapim gadoy, biz paypog'imiz yo'q biz uyimizda deydi. Shunday bordim-da, zarjimni olib kelib sochimni sraz yig'ib oldim. Boshimni bugun yuvishim kerak. Uyqum kelmayapti nimagadir. Kunim bilan tunim almashib qopti shekilli yana. Shuni o'yladim-da, to'xtanglar dedim-da, shu musor tashab, xuddi shu olma degan yozuvli magazinga borishim kerak. Adashib qolmasam bo'ldi dedim. Chunki bir marta bordim u magazinga, domimiz pastroqda ekan. Allohga tavakkal, men ketdim.